Salom azizlarim. Bugun men sizlarga garderobiylardagi 3 ta eng kerakli sumkalar haqida gapirmoqchiman. Birinchi sumkamiz kundalik hayot uchun. Ikkinchi sumkamiz to'y va marosimlar uchun. Uchinchi sumkamiz har xil uchrashuvlar, biznes uchrashuvlar, yo bo'lmasam delovoy uchrashuvlar uchun. Biznes yoki bo'lmasam delovoy uchrashuvlar uchun qattiq matoli yo bo'lmasam to'g'ri to'rtburchak shakldagi sumkalarni tanlashimiz kerak. Nima uchun bunday sumkalar kerak deysizmi? Uchrashuvga borganingizdan keyin agar bu delovoy встреча bo'lsa yo bo'lmasam biznes встреча bo'ladigan bo'lsa, sizni hujjatlaringiz g'ijimlanmagan bo'lishi kerak. Ichiga notebook, mini notebook yoki bo'lmasam planshet sig'ishi shart. Xulosa qilib aytganda, bunday sumkalar sizning statusli aksessuaringiz. Bunday sumkalar men ishlashga keldim va natijaga erishishga keldim deydi. Har kungi hayotingizni qutqaruvchi sumkalar. Ular keng, qulay va bir vaqtning o'zida uslubiy sumkalar bo'lishi kerak. Bunday sumkalarning turlari moslashuvchi sumkalar yo bo'lmasam shoperlar yo bo'lmasam qulay ryukzaklar. Nima uchun kerak bunday sumkalar? Qo'llaringiz va o'zingizni qulay his qilishingiz uchun. Ularning ichiga sizni kundalik davomida ishlatadigan narsalaringiz sig'ishi shart. Bularga telefoningiz yo bo'lmasam planshetingiz yoki bo'lmasam suv uchun butilka yoki bo'lmasam siz qandaydir bloknot solishingiz mumkin. Darsga boradigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam almashtiradigan kiyimingiz bo'lishi mumkin. Qo'shimcha rubashka yo bo'lmasam qo'shimcha qandaydir kiyimlar solishingiz mumkin. Yana bunday sumkalarga hamyoningizni solishingiz mumkin, kalitingizni solishingiz mumkin, yo bo'lmasam bo'yanadigan kosmetichkalaringizni solishingiz mumkin. Bunday sumkalar yumshoq teridan yoki bo'lmasam qattiq paxtali matodan tikilgan bo'lgani yaxshiroq. Xulosa qilib aytganda, bunday sumkalar sizning ishonchli yo'ldoshingiz. Bunday sumkalar bilan ko'chada sayr qilish uchun yo bo'lmasam ishga borish uchun, yo bo'lmasam darsga borish uchun, yo bo'lmasam kafelarga borish uchun shunaqa kundalik hayotingizda kerak bo'ladi. Keyingi sumkamiz tantana va to'y marosimlari uchun. Mini sumkacha yoki klach. Bunday sumkalarning vazifasi sizning narsalaringizni sig'dirish emas. Sizni uslubingizni chiroyli qilib ko'rsatib berish. Bunday sumkalarga pomada, oynacha, kartangiz yoki bo'lmasam pullaringizni solishingiz mumkin. Charmdan ishlangan minimalistik kichkina klach. Zanjirchasi ham bo'lsa bo'ladi. Baxmaldan ham ishlangan sumkalar ham to'g'ri keladi. Bunday sumkalar nimaga kerak bizga? Sizni obrazingizga nafosat va tartibni qo'shadi. Ranglarga keladigan bo'lsak, oq, qora, qizil, kumush va tilla rangli sumkalar to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasam kiyimingizdagi aksent bilan to'g'ri kelishi shart. Bunday sumkalar zeb-ziynatlar kabi sizni obrazingizni mukammal shtrixi desak ham bo'ladi. U sizning uslubingiz haqida gapiradi. Mana qizlarjonlar, ayollar, bugun sumkalar haqida, garderobingizga eng kerakli sumkalar haqida gapirib o'tdim. Bundan keyin yana qiziqarli ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin.